Assalomu alaykum aziz muxlislar. Mana bugun yana sizlar bilan uchrashib turgan ekanman. Bundan juda ham xursandman. Bizga so'rovlar kelib tushdi. Nimaga video yuklaganda kommentariyani bekitib qo'yapsiz degan. Bu savolga javob shuki, aziz muxlis, men sizga yuklagan videolarimda endi kommentariyani ochib sizga kommentariy har doim qoldirish imkoniyatim unchalik keng emas hozircha. Chunki bilasiz, O'zbekistonda internetni ishlatish qanchalik murakkabroq ekanligini. Shuning uchun bu tarafdan ozgina kechirib turasizlar degan bittaman. Keyin aviabiletni elektron holatda sotib olishda yana bir bor telefon orqali ko'rsatib bering degan so'rov tushdi. Albatta ko'rsatib beraman, bu narsa ham oson narsa albatta. Xo'p, demak, va tushunchalar berib o'ting yana deyapti. Bo'pti. Unda ham yana tushuncha berib o'taman. Mana. Demak, biz bilet.ru saytiga kirgan paytimizda bilet.ru. Mana bu meni o'ng tarafimda eng tepada turgan tur raqami turibdi, agar ko'rib turgan bo'lsangiz, eng tepada. Xo'p, o'shani o'rnida sizda agarda Google Chrome bo'ladigan bo'lsa, chiqadi. O'sha chiqadi-da. Va добавить на домашний экран chiqadi. Sizda ham bossiz. O'shani bosib olasiz, ekranga, telefon ekraniga o'rnatiladi. Keyin Toshkentdan Moskvaga. Mana internetda to'lladim. Demak, 28-mart. Boringki 31-martga belgilasam. Обратно не нужно. Найти билет. Keyin nima deydi, bizga kelib tushgan so'rovlarda yana bittasi shuki, hozir bu boshqa yerga o'tib ketib qolyapti. Nazarni bosamiz bu holatda. Показать отелingni o'chirib qo'ysangiz, sizda bu narsa kuzatilmaydi keyin. Mana bu holatda mana chiqadi. Xo'p, nimaga O'zbekistondan bu yoqqa qimmat degan so'rovlar kelib tushdi. Bunisini men ham o'zim bilmadim, lekin O'zbekistondan Moskvaga, Rossiyaga o'xshi. Shu qimmat ekan. Rossiyadan O'zbekistonga bo'lsa arzon ekan ancha. Keyin yana bitta narsa, elektron aviabilet. Bu narsa bilan ham to'g'ridan to'g'ri rosmoni uchsa bo'ladimi? Sayt ishonchlimi? Aviabilet haqiqatda bo'ladimi degan savollar tushdi. Albatta. Men sizga aytib o'tganimdek, siz bu yerdan mana aviabiletni olganingizdan so'ng sizga boshqa hech narsa kerak emas. Siz o'sha aeroportga faqatgina pasportingiz, faqatgina o'z fuqaroligingizni tasdiqlovchi pasportni olib olsangiz bo'ldi. Shu narsani olib borasiz, registratsiya jarayonida borsangiz, ko'rsatsangiz bo'ldi. Sizni ular danlilaringiz orqali ko'radi, ba'zida ma'lumotlaringiz chiqadi va to'lovlaringiz chiqadi. To'lov bormi, haqiqatda bormi? Bor. Demaydi. Xo'p, demak, sizga hech qanaqa qo'lingizga qog'oz yoki bilet u narsani olish shart emas. Aviakassalarga kirsangiz qo'lingizga qog'oz beradi. U nimaga? U sizga просто zametki esingizdan chiqarib qo'ymasligingizga o'sha kungi. U borib masalan ko'rsatish, hozir u narsalar o'tgan. Xo'p, demak, mana aviabiletlarda chiqardi, ko'rib turibmiz ekranda. Прямой прилет. Xo'p, endi olib hisoblaganingizda 12908 rublimiz hozirgi kunda. Boring 60 dan hisoblaydigan bo'lsa ham 60 dan hisoblagan paytingizda ham 210 dollar bo'lmasa kerak. Ya 210 dollar, 220 dollar bo'lmaydigan, to'g'rimi? Bu yerda o'zimizda bo'lsa 250 dollargacha, hozir 250 dollar, 200 mana kechagi kuni yana surishtirgan tushdim atelatdan. 265 dollar ham deyapti har xil. Xo'p, demak, sotib olish jarayonida mana istasiz, qidirdik. Qidirib, mana bu pastga tushamiz. Agarda bizga filtr kerak bo'lsa, sizga filtr kerak bo'lsa, mana bu filtrni bosasiz. Agar sizga постоянный без пересадки kerak bo'lsa, mana bu пересадкаlarni o'chirib qo'yasiz. Bir пересадка, ikki пересадкani o'chirib qo'ysangiz, sizga faqat без пересадкani chiqarib beradi. 1 minut filtr qilasizda.
Mana prямой перелет hech qanday bir nimasi yo'q. Xo'p, keyin narxlarda ham filtr qilsangiz bo'ladi. Aytib o'tganimdek ko'rgan bo'lsangiz. Mana bunda pastga tushasizda. Длительность пересадкani vaqti belgilangan bu yerda qanchaligini o'z belgilash imkoniyatiga egasiz. Buni ham tushuntirib o'tganman. Bu ham albatta mana u yoqqa bu yoqqa qilish yordamida bemalol o'zgartira olasiz deganman. Uchish vaqti, qo'nish vaqtini o'zgartira olasiz. Sizga qulay bo'lgan vaqtni tanlaysiz. Shunga qarab sayt o'zi filtr qilib sizga biletni topib beradi. Men hozir sev qildim. Va u haqda ma'lumotga ega bo'lish uchun mana super kassaga bosaylik. Bosganimizda mana ustiga bosgan paytingizda ko'rinib turibdi, ko'rgan bo'lsangiz. U yerga 31 mart kuni uchish, 4 soat 15 minut uchish. Bagajniy место до 30 kilogramm na человека. Bir kishi uchun 30 kilogacha mumkin. Aytib o'tganimdek, o'tgan mavzuyimizda qo'l yuki hech qachon yozilmaydi. Hech qachon sizga bir ayon qilib berilmaydi. U narsa o'zi bo'ladi. Eng oz vес deganman 8 kilo. 8 kilodan keyin tepasini beradi. Qolganlari. Shunaqa. Keyin endi sotib olish jarayoni mana. Kupitni bosasiz dedim. Sizga ma'qul bo'lgan nimani tanlab turib, kupitni bosganingizda u avtomatik ravishda o'zini nimasiga o'tadi. Сотрудничествosiga, ya'ni birga kelishuvlar bilan ishlar olib boruvchi kompaniyalar, aviakompaniyalar bilan bog'lanadi. Hop, mana bog'lanib istayaptim. Endi hozir internet ozgina sekinligi uchun ozgina bilintirib qo'yay. Состояние выбрано вами место уже недоступно. Mana ko'rib turganingizda azmuli shunchalik tez ishlaydiki, sayt nimasi, xizmati. Shuning uchun biletni уже недоступnaligini, уже tugaganligini bizga ko'rsatyapti. Ya bilet.ru boshqalardan istab ko'ramiz. Bunda hech qanday bir nimasi yo'q. Keyin yana bir narsani tushuntirib o'tish esimdan chiqqan o'tgan mavzuda. Bu yerda e'tibor qiling. bilet.ru 2007-2017-2007-yildan beri o'z faoliyatini olib boradi. Ya'ni xizmat ko'rsatib keladi. Bu degani ishonchli. Ishonch belgisi siz va biz uchun albatta. Найти билеты. Hop, mana hop 12.908 rubl o'zi tanlanib turibdi ekan. Mana shunday holatda mana narxlar ko'rib turganingizdek pastidan tepaga qarab ko'tarilyapti. Xo'p, mana bu o'zini bosasizda Toshkentdan Moskvaga $265, $250 deganimda mana sizga bu yerda ancha arzon tushyapti. Ya'ni bir $30, $40 kerak bo'lsa, tejash imkoniyatiga ega bo'lyapsiz bu yerda siz. Hop, mana Aeroturdan chiqaryapti. Ko'rib turganingizdek, уже haligi Superkassa kompaniyasidan bilet tugaganligi uchun bu yerda staxtirovkada chiqarmadi. Xo'p, endi mana bu ustiga bosamiz yana o'zimiz ma'lumotga ega bo'lishlik uchun. Xo'p, reys 601 ekan. Uzbekskiy Avialine. Xo'p, перелет 4 soat 15 minut. 19:00 da uchadi. Toshkentdan 21:15 da Moskva Domodedovoga qo'nib tushadi. Xo'p, kupitni bosamiz. Aerotur.aero dan ekan. Aerotur.aero kompaniyasi bilan bog'lanyapti. Aviakompaniyasi bilan.
Keyin har qanday ma'lumotlarni aziz muxlis bilet sotib olganingizdan keyin yoki sotib olayotgan jarayoningizda mana shunaqa bog'langan aviakompaniyalardan mana eng tepada telefon raqamlarini yozib turibdi, tunu kun ishlaydi bular. Bular albatta sizga javob beradi, qanday holatda bo'lmasin. Sizda har qanday savolga javob berish imkoniyatiga ega ular. Demak, mana bu holatda familiya, ism, polni berilgan ma'lumotlarni to'ldirib chiqishingiz kerak bo'ladi. И покупатель, sotib oluvchi ism bu yerda hozir kim unda? Взрослый. Hop, mana ism, familiya, pol, hammasini o'zi ma'lumotlaringizni to'ldirasiz. Bu yerda ham o'sha holat, покупатель, ism, familiyasi, ism, telefon raqami. Для уведомления о статусе бронирования. Ya'ni siz sotib olganingizdan keyin telefon raqamingizga SMS keladi. Haqiqatda sotib olindi, manaqa reys deb. Мы пришлем электронный билет на этот адрес, email adresga. Shu narsani email manzilingiz bo'lsa, email manzilida kiritasiz. Bu yerga Gmail manzilda ham tushuntirsa bo'ladi, aytsa bo'ladi, kiritish mumkin. Kiritsangiz sizga sotib olingan bilet elektron holatda taqdim etiladi elektron manzilingizga. Bu qachon taqdim etiladi degan savollar tug'ildi. Bu qachon taqdim etiladi? U sirazi taqdim etiladi. Sotib olingan paytdan keyin sizga o'zi beriladi. Xo'p, keyin yana bitta savol aytishdi. Agarda men shu orqali biznes qilsam, men sotib olsam, men sotib oluvchi keyin sotsam, men sotib oluvchi odamimga nima berishim shartmi? Qanday qilib olaman? Siz u holatda masalan biror kishiga olib berasiz, o'sha olib berayotgan nomingizga, odam nomiga olasiz u narsani. Masalan, o'sha kishining ismi, familiyasi, oluvchini, bilet kerak bo'lgan odamni ism, familiyasi, otchествоsi, barcha pasport ma'lumotlari kiritiladi. To'lovni amalga oshirasiz. To'lovni amalga oshirib, u kishiga uchish vaqtini aytasiz. Uchish vaqti, qo'nish vaqti, qancha uchish nimasi, vaqti, shu narsalar haqida ma'lumot berasiz. Qo'liga hech narsa bermaymanmi deb savol berishdi. Qo'liga yo'q, qo'liga hech narsa bermaysiz. Agarda bu juda ham bir shartli holatda bo'lsa, o'ziga ayting, shunchaki bilet sotib olib bering. Agarda men sizga o'tgan safar videoda aytib o'tganman, sizda bo'lsa sotib olib bering, unga bunga soting bilet. Ustiga hech bo'lmasa masalan 100 rubl, bo'lmasa 200 rubl qo'ying. U narsa uchun odam achinmaydi. Agarda siz bitta bilet ustiga 1000 rubl, 1,5 rubl qo'yib sotsangiz, albatta hamma ham olgan puliga menimcha 1000 rubl, 1,5 rublga achinsa kerak. Primer qilib o'zimdan oladigan bo'lsam, xuddi shu narsa tufayli masalan ko'chadan aviakassadan men biletni olmadim. Shuning uchun shu saytda o'zidan olganman, bilet.ru saytidan va shu yerga uchib keldim shu orqali. Shunaqa. Xo'p, yana qanday savollar bor edi? Yana savollar bo'ldiki, agarda biz bilet ola olmasak, siz yana o'sha kartangizga o'tkazib bersakda, yana siz bizga nima qilib bera olasizmi? Avvalgidek xizmat ko'rsata olasizmi, Shohjon deb keldi. Albatta, agarda siz bilet olish imkoniyatiga ega bo'lmasangiz yoki qo'rqsangiz yoki boringki bilmayotgan bo'lsangiz, Telegram bilan bog'laning, men bilan Telegramda. Ya'ni o'sha aytib o'tgan raqamim nima, rossiyskiy nomerim nimaga ishlamayapti, bu haqda ham so'rovlar kelib tushdi. Rossiyskiy nomer O'zbekistonga olib kelyapman. O'zbekistonga olib kelgandan keyin telefonimni boshqatdan bir programma qildirib yubordim, ayrim nosozliklar tufayli. Shu bilan eski Telegramimga kira olmay qoldim. Bu narsaning imkoniyatini men yo'qotdim. Shuning uchun yangi nomer oldim. Ucell +998 94 384 99 30 raqamlarida bo'laman. Har doim bemalol qo'ng'iroq qilib, lekin biletni siz avval ko'ring. Biletni siz ko'rib, mana bu paytga mana turibdi. Shu narsani menga olib bering Shohjon deydigan bo'lsangiz, men sizga bemalol o'sha narsani amalga oshirib berishga harakat qilaman. Amalga oshirib beraman, xudo xolisa.
Shunaqa aziz muxlis. Keyin yana bitta so'rov kelib tushdiki, boshqa mavzuga o'tayotganim uchun uzr so'rayman avvaldan. Shohjon, Paynet va UzCardga to'lovlarni qachondan qilamiz endi deb kelib tushdi so'rov. Bu narsani avtomatlashtirilgan tizimda ulash jarayonlari 10 martadan ortiq marta harakat qilindi. Biz shu narsani qildik, lekin hech qanday bir bog'lanish bermayapti, imkoniyat. Endi buning uchun uzr so'rayman, chunki u yoqda talab kuchli ekan. Uni qilsa uning kam, buni qilsa buning kam deb ayblar topar ekan. U narsalarni to'ldirish ayrim joylarda imkoniyatsiz bo'lib qolasiz ekan. Shuning uchun qilyapmiz, qilmayapmiz emas. Endi yana bu narsani amalga oshirgunga qadar endi faqatgina nima qilamiz? Yana o'sha ruchnoy rejimni amalga oshirishda o'ylab turibman. Ya'ni yana o'sha kartamga pulni o'tkazib berib, yana nima qilib, lekin u kartaga emas bu safar, chunki O'zbekistondan olingan karta bor. U narsaga biz qanday o'tkazib beramiz degan savollar bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri o'sha na другой kartu degan joyda bo'limdan yozib o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu narsa sizga hech qanday bir qiyinchilik tug'dirmaydi. Rossiyada qanday meni kartamga o'tkazayotgan bo'lsangiz, shu yerda ham xuddi shunday amalga oshiriladi, faqatgina boshqa karta raqamiga. Xo'p, shunday qilib kelgan ishonch borasida hech narsadan qo'rqmang, chunki xuddi Zolotaya koronani sizga video dars qilib chiqarganimdek bu narsani ham chiqarib qo'ydim. Nimaga? Qulaylikda. Masalan, ertaga borib turib ko'chadan 2000 rubl, 1500 rubl, 1000 rubl qimmat narxiga olganingizdan ko'ra, siz o'sha narsani pul tejash bizga asosiy mavzu bo'lyapti bu yerda. Bunday to'g'ri qilib aytganda. Shuning uchun bu narsani chiqardim. Nimaga borib, aviakassaga borib, yana yo'l kira sarfla, yana o'chirt bo'lsa o'chirt kutib, yana qo'shimcha pul beribki aviakassada o'tirgan odamga. Aviakassada o'tirgan odam eshitgan bo'lsa, uzr so'rayman ming bora bu narsani chiqarib qo'yganim uchun. Haqiqatda uzr, lekin shunaqa hech qachon qo'rqmang. Uje rivojlanish payti kelyapti aziz muxlis. Bu narsalar sekin-sekin hamma narsa elektron holatga o'tib boryapti. Agar bilsangiz, kartangizdagi pul, hattoki kartani o'zi ham elektron holatdagi pul. Elektron holatdagi pul real hayotga kirib kelyapti. Bu narsa zamonda haqiqatda rivojlanayotganidan, barcha narsa sekin-sekin elektronlashayotganidan dalolat beradi. Savollar bo'lsa yana o'sha eski nomerda, men quyida aytib o'tilgan nomerda va Telegram tarmoqlarida bo'laman. Telegram va imo. Aziz muxlis, sog' bo'ling, salomat bo'ling, yana ko'rishguncha xayr deb qolaman.